yangimisan? Ha? Seni tashlab ketishdimi? Yo'q. Aldama, tashlab ketishda o'zim ko'rdim. Oying chiroyli ekan. Ma, pechini yeysanmi? Yo'q. Iroda onamiz aytganlar. Pechinining ichida shakari bor, uni bor. Shirin bo'lgani uchun uning ichida mehr ham bor. Hali bu mehrni yeverib to'yib ketasan. Mehrni suvga bo'qtirsang, u erib ketadi. Keyin uni yeysan. Mehr suvda bo'kmaydi, uni yeb bo'lmaydi. Bo'ladi. Mana erib ketdi. Biz hammamiz shunaqa qilib yeymiz. Sen ham yeb ko'r, shunda mehrni, shirinligini, yumshoqligini bilasan. Ol, ye. Shu uchun bu yer mehr uyi ekanda, shunaqa. Bu biz uyimiz. O'g'lim. Ha? Kecha ishxonamga seni onang so'rab kelgan edi. Ona? Menga qara. Demi menga. Yana oyog'im tagida o'rlashsang, o'ldiraman. Tushundingmi? Jipiroq. Voy, nima bo'ldi yana? Ana uyimizdan ketsin. Siz kimni yaxshi ko'rasiz? Menimi yoki unimi? O'chir ovozingni. Muncha o'chirsan. Endi u seni dadang, tushundingmi? Yo'q, men dadam emas u. O'chir. Ey! Men senga necha marta aytdim. Men bu uyga kelganimda mana bu maymuning ko'rinmasin deb. Xo'sh, nima qilaylik? Qayoqqa olib boray uni? Bilmadim. Ketmang. Iltimos, ketmang. Meni sizdan boshqa onam yo'q. Uni baribir kechirishing kerak. Bu yerda turishimni unga aytdingizmi? Yo'q, aytganim yo'q. Nima? Men sizga ortiqchalik qilyapmanmi? Nimalar deyapsan? Bo'lmasa menga u haqida gapirmang. To'g'ri gapirasiz. Judayam sekin ishlashadi-ku. Uzr, kechiringizlar. O'tkazib yuboringlar. Voychilikka turmaysizmi? Uzr, shunaqa bo'lib qoldi. Navbatga tursang bo'lmaydimi? Keling, akaning yonidan bo'laylik. Surbetigini qarang, uyapsiz. Alo. Kelyapsanmi? Ha. Cheez yeb turaman. Bo'pti, tezroq kel. Marhamat. Bo'l. Oltin. Yana bir bor uzr. Xo'p, aka. Salom, yaxshimisiz? Keling, Kola ham berib yaxshimisiz? Xo'p bo'ladi. Hay bola, ketmin. Ey, navbat endi. Bar. Joy indamasa. Bo'la qoling, uka.
Menga har doimgidek bitta cheeseburger, bitta katta rahmat. Arzimaydi. Ha, mayonezini ko'proq soling. Mana. Unaqa qaramang. Kimningiz kiradi? Odamga yaxshi yashash uchun oshqozon bilan surbet kerak. O'zingiz haqingizda gapiryapsizmi? Surbetlik otangdan o'tganmi yoki onangdanmi? Bo'ldi qiling, asabimga o'ynayapsiz. Surbetlik onamni suti bilan kirgandek. Tushunarli. Bu nima qilganing, ahmoq? Esing joyidami o'zi? Bo'ldi. Tinchlan. Ko'rmayapsanmi nima qilganini? Qo'y qizishma. Sen bilan hali boshqa joyda gaplashaman. Yur, surbet. Ket. O'zini kim deb o'ylayapti u ahmoq? Rayhon, o'zingni bos. Chivinni dabdalasini chiqarib beraman. Hozir Davron akaga telefon qilib hammasini aytib beraman. O'zingni bosib ol. Hammasi yaxshi bo'ladi. Telefonim yo'q. Ko'rmadim. Ko'rganim yo'q. Aytgancha, haligi joyda qolgandi. O'sha yerda qoldi. Mashinani qaytar. Telefonim o'sha yerda qolgan. Ha, xo'p, hozir. Bo'l, tez. Xo'p deyapman. O'sha yerda bo'lsin. Ey Xudo, topasimda ish qilib. Bugun senga nima bo'ldi? Chap yoning bilan turganmisan? Ahvolingga qarasang-chi. Yaxshi qiz tushuning. Biz telefonni kafilligini olmaganmiz. Adashmasam, siz bilan o'tirgan yigit olib ketdi. Juftlikni rostlab bo'pti. Voy tavba. Nima deb o'ylading? Shundoq telefon qo'lida-yu, qachon egasi olib ketadi deb o'ylab o'tiradimi? Ha, hozir aniqlaylik-chi. Telefon qilib ko'r. Albatta u oladi. Mana ko'rasan. Hozir oladi. Alo. Gapir, nega indamaysan? Alo. O'shami? Ha, javob bermayaptimi? Alo. Nega gapirmayapsan? Senga gapiryapman. Namuncha qo'polsan. Baqirma menga. Nima? Voy, bermadi. Aytdim-ku, o'sha olgan deb. Voy. O'chirib qo'ydi. Essiz telefon. Endi topib bo'psan. Voy, siqilma. Keyin yaxshisi Davron akaga aytamiz. U shotirlarni ishga solsa bo'ldi. Xavotir olma, telefoningni topib beradi. Ha, hozir unga telefon qilamiz. Faqat siqilma, ja bo'lmasa boshqasini olib berar. Assalomu alaykum, keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Sekin. Rahmat, yaxshi. Xo'jayin. Assalomu Alaykum assalom. Yaxshimisan? Rahmat. Ishlar qalay ketyapti? Yaxshi. Qani ichkariga kiring, ko'rasiz. Ancha ish qilib qo'ydik. Mana bu tomon bitta. Ne uxlamay. Hop. Mana keling hozir. Yo'q, ha, bu yoqqa. Yo'q, o'zi. Qani Xo'jayin, keling. Bo'lgaring desiz. Keling Xo'jayin, keling. Mana tomon ancha bitib qoldi.
Mana shu uy bizniki. Qurilishi bitsin, ko'rasan. Bu uy bizga baxt keltiradi. Bu uyga qancha pul ketganini bilasanmi? Xudo xolasa 3 oy ichida kalit qo'lingizda bo'ladi. To'ygacha uy tayyor bo'ladi. Keyin oz qoldi. Yur. Xo'jayin. Tepadak basi zo'r chiqyapti-da. Men aytgandek bo'ldimi? Xuddi siz aytganingizdek. Yuring ko'rasizmi? Boshla. Yuring. Faqat sal kafil etmay qoldi. Shunaqa degan. Ha, keyin albastir bilan simvolobga bersangiz ham yaxshi bo'lardi. Keyin anavi bergan pulingiz ham keyin bolalarni bu tomonga tashlayman deb birdaniga. Ha, telefoning topildimi? O'xshar ekan. Kim bu? Uma? Mustafa. O'zimiz Mustafa. Menga qara, ish tezlashtirilaring. Bunaqada 3 oyda ham tugatolmaysanlar. Xo'p, o'zing. O'zi shundoq ham cho'zvordilaring. Uzr, o'zing. Yur, ket. Yaxshi aytdi, o'zing. Agar biror muammo chiqsa, qo'ng'iroq qil. Ha, aytgandek, o'zing. Haligi albastir Simon nima iloj Ertaga olib kelishadi, aytib qo'yaman. Xo'jayin o'zicha bo'lajak xotiniga maqtangani ketdi. Kafil Italiyaniki, Santiyaniki, Ispanyaniki deb o'z ko'pirtiradi. Nima? Xitoyniki teshib chiqarmadi? Bo'ladi-ku. Bu ham mayli. U boyvachcha mana shunaqa uchastkada ikkita qurdirmoqchi. Shularning loyihasini miyangga quyib siz berasiz. Muallifi yana o'zingiz bo'lasizmi? Ukam, senga o'zi pul kerak. To'g'rimi? Menga esa pul kerak hozir. Tushunyapsan? Boyvachcha oldingi loyihani ko'ndirib ketdi. Uchta pul. Sizning nomingiz uchun ishlash kerak bo'lsa ishlayveramiz. Aha, yasha. Bo'lar ekan u. Nima? Pesh to'tyapsanmi? Hasil. Bo'pti. Ishingda. Buldozmidik. Sabr! Ergash! O'g'lim yomon ko'rardi. Uni yo'qotish payida har xil bahonalarni o'ylab topardi. Bir kuni yo bolangni yo meni bo'lmasa ketaman dedi. U ketib qolsa nima qilaman deb bolamni mehribonlik uyiga tashlab ketdim. Men sizni tushunaman. U nomard bir yildan keyin ketib qoldi. Nima bo'lganda ham u meni o'g'lim. Uni ko'rishga haqqim bor-ku axir. Haqqingiz bor.
tug'ilganlik haqidagi guvohnoma cho'ntagingda. Shuni ularga ko'rsatgin, xo'pmi? Oyijon, meni bu yerga tashlab ketmang. Jim bo'l. Ko'p gapirma. Menga qara. Men seni hech qayerga tashlab ketayotganim yo'q, o'g'il bolasan. Yig'laverma hadab, yuragimni ezma. Menga qara. Meni katta bo'lganingda tushunasan. Meni ham baxtli bo'lishga haqqim bor-ku. Keni bolani qiynab yubordingiz-ku. Tashlasangiz tashlab keta qolmaysizmi? Oyim. Ke. Oyijon. Tashlab ketmang. O'g'lim, sen xudo yaxshi. Oyijon. Yig'lama bolam. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bugun kelasizmi? Nima ovqat qilib qo'ying. Hech narsa kerak emas. Kutaman. Xo'p. Ha, aytganingizdek qildim. Keni buni ismi nima o'zi? Yana sizmi? Nega telefoningizni olib ketmadingiz? Qandoq olgan bo'lsangiz, shundoq qaytarib bering. Yo'lingizni poylashga vaqtim yo'q. Kerak bo'lsa hovlingizdan kelib olib keting. Tushunmadim. Uying ketmadingmi? Shuncha qopni sen o'zing tashib qo'ydingmi? Ko'rdinglarmi? Bir haftadan beri jo'rayman. Qopni tashlaring deb bo'larkan u mana. Ha? Bo'larkan u. Qani, hamma uyga. Hop. Ertalab soat 8 dan kechikmalar. Tushundingmi? 8 dan kechikmanglar. Agar uyingga kelmasa, bemalol qolib o'tirishing mumkin. Qo'shimchasiga qorovlikka pul to'layman. O'ylab ko'raman. Bo'pti, bo'lmasam o'ylab ko'r. Men bugun rosa charchadim. Qotib uxlayman lekin. Sizlarni bilmadim. Ertalab soat 8 dan kechikmasa hamma shu yerda, tushunarlimi? Hammang to'g'ri uyga borgin. Yaxshi aytib oling.
qarab turlar. Obbo, shuni sezmay qoladi. Somonxonagacha tartiradi. Yangi mochini olsa bo'lmaydimi? Hozir ko'rasan. Ham kunishi O, qara. Hozir boshlaydi. Moshinani itarmang, xo'pmi? Ha? Bo'pti, bo'lmasa sizlarni oyligilarda akimlantira olaman. Ha? Pastga tusha olmayapsizmi? Narvonni nimaga oldingiz? Siz yerga tushgisi kelmagan osmonsiz-u. Nima qilasiz pastga tushib? Bu nima qilganingiz? Omonatingizni berdim. Yana nima istaysiz? Narvonni joyiga qo'y. Qo'yadigan ahmoq yo'q. Nima? Hey, qayoqqa ketyapsan? Senga gapiryapman. Hademay mushuklar ham miyovlashni boshlaydi. Uni ustiga chiroq ham o'chib qolishi mumkin. Uyga keta qolay. Nima? Hey, o'zingni kim deb o'ylayapsan? Narvonni joyiga qo'y. Qani bo'l. Battar bo'l. Hoy, eshityapsanmi? Davron akamga hammasini aytib beraman. Bir tiyin bermay dumingni tugadi. Hoy, senga aytyapman. To'xta. Orqangga qayt.
tashlab ketmang. Qorong'ilikdan qo'rqaman. Shu yerdamisiz? Ketmang. Kalitni ber. Iltimos qil. Iltimos, kalitni bering. Boshingiz osmonga tegsa ham, oyog'ingiz yerda yursin. Yaxshi qiz. Bu yerdan tuyog'ingni shiqillat. Davron akani chaqiraman. Kuningni ko'rsatadi. Bo'lajak kelin bir o'zi qosh qorayganda bu yerda nima qilyapti deb hayron bo'lmasa, chaqiring. Men qorovulman. Ishim uchun haq to'lashadi. Alo Rayhon, meni eshityapsanmi? Senga nima bo'ldi? Nega qo'ng'iroqlarimga javob bermayapsan? To'g'ri, oxirgi paytda ishlarim ko'payib, senga e'tibor bermay qo'ydim. 2 soatdan keyin Germaniyaga uchib ketyapman. Hozir aeroportdaman. Kelganimdan keyin gunohimni yuvaman. Senga shunday narsa olib kelay-ki. Alo Rayhon, meni Kavla, taki bilan kavla yopishib qolmasin. Ha bu sizga sumal emas-ku. Aql o'rgatma. Qotib qolmasin tag yopishib. Tosala. O, sen nima qilib turibsan? Tur. Nima ish qilding? Charchaysan. Bunaqada
bir yilda ham ish tugatolmaymiz. Xo'jayin kelib qolsa, nima deb javob beraman? Assalomu alaykum. Keling. Va alaykum. Bolalarimizni qarang. Mehnatkash hammasi. Ishlashlarini qarang bularni. Assalomu alaykum keling. Assalomu alaykum keling. Ko'ryapsizmi? Tinmay ishlashyapti. Assalomu alaykum Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yurgash? Ha? Birinchi yildaga o'xshayotganmi? Angelina Jolie. Yo'q, Toke. Qalay, uy yoqyaptimi? Oyog'ingiz tegi zax emasmi? Bu oyog'ingiz tegi taxta. Paxta qo'yib beraylikmi, sovuq emasmi? Sovuq emas, bor ishini qilib bo'l. Xo'p. Ishini yoqyapmiz sizga. Anavi kim? Umi? Mustafa. Kim bo'lsa ham menga o'sha yoqmayapti. Nega? U Davlatov, Mustafa. Kechirasiz, lekin yaxshi bola. Ishiga pishiq, mehnatkash. U men o'qigan maktabda o'qigan. Onamiz bir. Men ham Davlatovman. U ukangizmi? Shunaqa desam bo'ladi. Bu yigitlarning hammasi ham Davlatovlar. Tushunmadim. Nega Davlatovlar? Bizni davlat boqib olgan. Mehribonlik uyda katta bo'lganmiz. Bularning hammasini juda yaxshi bilaman. Ukalarim desam ham bo'ladi. Mustafoga keladigan bo'lsak, u aslida arxitektura qurilish institutida o'qiydi. Hozir akademik ta'tilda. O'zingiz bilasiz, tirikchilik. Bu hovlini loyihasini tuzatganimda u o'z maslahatlarini bergan. Hech narsaga tushunmayapman. Nega kechqurun uyga kelmading? Onajonim, mendan xavotir olmang. Kunduz ishlab, tunda qorovullik qilyapman. Kitoblarim kerak edi. Yaxshi. Shoshmang, men hozir. Mustafa. Labbay. Mana bularni ol. Och qolganingda yersan. Ol bolam. O'zingga ehtiyot bo'l. Xudo panohida asrasin seni. Kalitni qayerdaligini bilasan. Qizim, nega tikilib qolding? Qani yur. Chiroyli bola ekan-da. Shunaqa degan. Bolalar ovqatlanishyapti. Sen ham borib ovqatingni ye. Qani kecha bolam? Oting nima? Mustafa, judayam yaxshi. Endi Mustafa, sen shu yerda yashaysan. Bolalar bilan tanishtirib qo'yaman. Qani yur bolam. Xo'p. Glazurlangan yer yong'oq, kayfiyating qilarchoq. Sladus Leading. Mening ishonchim nazoratga olingan. Kun sanasi qaysi bo'lsa-da, men hayotdan zavq olib yashayman. Family ultra ishonch, ultra qulaylik. Gazetaning yangi 12-sonida saylov nomzodlarning dasturlari nimalarni qamrab olgan? Bojxona institutiga kirish talablari o'zgardimi? Darakchi kuponlari sizga 12.300 so'mlik foyda keltiradi. Yuzlab savollaringizga bizdan javob topasiz. Degustatsiya g'olibi. Hot lunch.
Hot lunch. Yuqori sifatli undan tayyorlangan. Qo'jon. Bitti javob kelsanchi iltimos. Xo'p, bo'ladi. Ularni ketdingizmi? Zo'r ekan. Hot lunch. Ta'mi o'zgacha mazali. Men hozir sizlarga haqiqiy chiptani qilishni ko'rsataman. Chiptalarni surtamiz. Diqqat bilan tinglang. Qarshingizda tayyor chiptalar. Bugungi kamera stop. Olindimi? Olindi. Yaxshi keldi. Chiptalar bilan boshlanadi. Chiptalar. Glazurlangan yer yong'oq, kayfiyating qilarchoq. Sladusleding. Do'mmalab qilarmi? Yeyiladi va seviladi, seviladi va yeyiladi. Sevimli telekanalingiz barchangizni raqsga chorlaydi. Mega yulduz betakror Rayhonning yangi konsert dasturi-ku. Shincha, arabcha, jaz uslubi, qo'yingki barcha turdagi shedevr qo'shiqlar va milliy hamda zamonaviy taronalar guldastasi faqat siz uchun. Ijtimoiy tarmoqlardagi suratlarimiz ham sahnaning ulkan ekranda namoyish qilinar ekanda. Istiqlol san'at saroyidagi eng shov-shuvli konsert dasturi xonadoningiz mehmoni. Bayram kunlari tomosha qiling. Kremda endi 70 ta yong'oq bormi hali tatib ko'rmaganlar? Xush kelibsan. Ol. Yo'q, rahmat. Nima bo'ldi senga? Bilasanmi? Negadir uni o'zini ham, uyini ham ko'rgim kelmayapti. Tushunib turibman. Uni sevmasligingni azaldan bilaman. Menga qara, nega unga turmushga chiqishga rozi bo'lding? Bilmadim. Uyimdagilar qo'yishmadi. Bilasanmi, sen shunaqa ham o'zgarib qolgansan-ki, qanaqadir boshqachasan. Avvalgi Rayhondan asar ham qolmagan. Senga nima bo'ldi o'zi? Davron bilan munosabating boshqacha. Ha, seni yuragingni sohibini taniymanmi? Kimni aytyapsan? O'zingni bilmaganlikka olma. Sen sevib qolgansan. Ayt, kim u? Ko'nglingni menga ochsang, shunda ancha yengillashasan. U oddiy yigit. Davron aka qurdirayotgan uyda oddiy ishchi bo'lib ishlaydi. Negadir uni o'ylasam. To'g'ri, u Davron akaga teng kela olmaydi. Davron aka o'z ishini biladigan toparmon tutarmon yigit. O'zim ham nima bo'layotganiga tushunmayapman. Uni o'ylagan. Shuning uchun ham oldinga keldim. Shuni o'ylab siqila olmading. Lekin u oddiy ishchi. Demak, birovni qo'liga qara. Ha, menga qara. O'zi uni mashinasi bormi? Uy joy deganday. Oyingni fe'llarini yaxshi bilasan-ku. Xo'sh, ularga qanday tushuntirasan?
Bu sevgi bo'lsa kerak. Sevgimish. O'zingni ovutmay qo'ya qol. Tinchlikmi? Sizdan kechirim so'ragani keldim. Meni kechiring. Ismingiz Rayhon, a? Ha. Meniki Mustafo. Sizni kechirdim. Sizni kechirdim dedim-u. Hozir yomg'ir boshlanadi. Bu yerdan chiqa olmay loyga botib qolasiz. Keting. Allaqachon botib bo'ldim. Kech bo'lganda nima qilib yuribsiz? Shu atrofdan o'tib ketayotgan edim. Bo'lajak uyingizni ko'rgani kelibsiz-da. Ha. Bularni siz chizganmisiz? Ha, yoqdimi? Ha. Amir Temurning Temur bitiklari asari. Ingliz tilini o'rganyapsizmi? Ha, shunaqa. Mustaqil o'rganyapman. Qani marhamat o'tiring. Bundan tashqari ispan futbolchilariga qiziqaman. Ha. Juda yaxshi. Bular sizning ishingizmi? Ha. Mana bu shu o'yin loyihasimi? Bu ham sizning ishingizmi? Bularni qo'ying, yaxshisi choydan iching. O'tgan yili arxitektura qurilish institutiga o'qishga kirgandim. Akademik ta'til olib, shu yerda bolalar bilan ishlayapman. Oling. Rahmat.
Mayli, men boray, oyim xavotir olayotgandirlar. Meni yengiltak deb o'ylamang. Bu yerga nimaga kelganimni o'zim ham bilmayman. To'xtang. Bu nima qilganingiz? Bu go'zal gulzordan tanlovim gulli tikan adashdim yagonam sen emas so'zga ekan ammo yetganda tanlov soati sevgiga qolmas imkon lek taqdir ekan vafosiz sevgi sen bo'lding menga armon sevgi balki bu jannat sevgi balki bu qismat nafrat bilan muhabbat yonma yon turar qiynar beshafqat sevgi balki bu jannat sevgi balki bu qismat nafrat bilan muhabbat yonma yon turar qiynar beshafqat orzular orzuli lahzalar yiroq bo'lgandi mendan hayotim boshlandi seni uchratgan kunda chekindi qayg'u uyg'onar ezgu tilaklar senlar bo'lsa yolg'iz qalbimga nozik bir tuyg'u uyg'onar seni ko'rsam sevgi balki bu jannat sevgi balki bu qismat nafrat bilan muhabbat yonma yon turar qiynar beshafqat sevgi balki bu jannat sevgi balki bu qismat nafrat bilan muhabbat yonma yon turar qiynar beshafqat orzular Yaxshimisizlar qizlar? Tanishinglar, bu meni eng yaqin do'stim. Ha, Mustafa. Tanishganimdan xursandman. Xursandman. Sizlar gaplashib turinglar. Hozir meni yegani u narsa olib kelaman. Xo'p? Xo'p. Esing joyidami? Nima qilayotganingni tushunyapsanmi? Uni nimasi yaxshi? Ko'zingni och. Hoynahoy cho'ntagiga o'zing pul solib qo'ygandirsan. Nima, bizni mana shu bilan teng ko'rdingmi? Bo'lmasam-chi, topgan odamini qara. Esingni yig'sang-chi. Senga nima degandim? Davron eshitib qolsa nima bo'lishini bilasanmi? Aqlingning ahvoli nima bo'lyapti senga? To'g'ri. Buningni-chi? Buningni qo'ldan nima ish keladi? Ko'zingni kattaroq och. Undan ko'ra kelajagingni o'yla. Mana. Meni Sardorim. Oramizda sevgi bo'lsa bo'ldi deb meni qulog'imga lag'mo ilardi. Qarasam gulday umrim o'tib ketyapti. Qo'lidan baloyam kelmadi. Bunaqa erkakni boshimga uraman. Qani, olinglar qizlar. Yoqimli ishtaqa. Xo'sh, bismillahir rohmanir rohim.
ko'chib yo'q ekan u. Qani olinglar. Alo. Men Davronman. Assalomu alaykum xo'jayin. Yaxshi keldingizmi? Ha, rahmat. Aytgan qurilish materiallarimni bugunoq olib borishadi. Kechqurun o'zim o'taman. Kechqurun hech kim bo'lmaydi xo'jayin. Bugun bir yigitimiz tug'ilgan kuni yigitlar kafeda nishonlaymiz deyishyapgandi. Nima? Qanaqa kafe? Avval ishni bitirlaring. Hali qancha qiladigan ishlar bor. Xo'p, xo'jayin. Tug'ilgan kunni o'sha yerda nishonlab, o'sha yerda qolishsin. Xo'p bo'ladi. Ertalab yana ishga qayda. Xo'p. Haligi xo'jayin. Bo'ldi, gap tamom. Qizim, Davron Germaniyadan uchib kelibdi. Rosa senga qo'ng'iroq qilyapti. Ha, javob bermaysanmi? Bilaman. To'g'ri qilasan. Bu taktika degan seni qidirib, ozgina qiynalsa, o'shanda qadringga yetadi. Voy qizi tushmaguri. Oyi, soch to'nog'ichimni ko'rmadingizmi? Xonangdadir. Topolmayapman. Ola qol endi. Toqati toq bo'ldi-yu bechorani. Xo'p, aytdim. Alo. Salom jonim. Men keldim. Uydamsan? Ha, yaxshi keldingizmi? Rahmat. Ikkita kompaniya bilan shartnoma tuzdim. Bilasanmi? Seni shunday sog'indim. Men ham. Bugun ko'rishsak degandim. Doim boradigan restoranimizga buyurtma berib qo'ydim. Men Oydinga qo'ng'iroq qilib aytdim. Dugonalaringni ham chaqiraman. Kutaman. Ana qizim. Baxtingni o'zim oyijonim. Bo'pti, ketdim. Yaxshi o'tiring. Spektakl menga yoqdi. Ayniqsa yigit bilan qizni otasi gaplashadigan joy zo'r chiqibdi. Hayotiy Alo, Mustafa? eshitaman. Qayerda yuribsan? Kelmaysanmi? Hamma seni kutib o'tiribdi. Davron ham kelaman degandi. Tezroq kel. Xo'p. Hozir boraman. Bo'la qol. Davron akangiz kelibdi. Eshitdingizmi? Nima bo'pti? Shoshilyapsizmi? Ha, bolalar bilan o'tirishimiz bor edi. Men ham borsam bo'ladimi? Yo'q. U yer siz boradigan joy emas. Qo'rqyapsizmi? Mayli. Yaxshi boring. Qalaysan, Nargiz, yaxshimisan? Ha, rahmat. Yaxshi yuribsanmi? Menga qaraydi. Yaxshi. Rayhon keladimi? Negadir Kelib kech qolsa kerak. qolyapti. Olsang-chi, Nargiz. Qizlar, bugun mazza qilib o'tirayotganmiz-da. Keling, Davron. Davron aka. Assalomu alaykum. Rahmat. Yaxshi keldingizmi? O'zinglar qalaysizlar? Qalay ekan, Germaniya? Qani olinglar.
Yaxshi, zo'r. Ha, biz ham bu yerga bormoqchimiz. Ha. Nima, hali kelmadimi? Yo'q. Bilasiz-ku, uni kech qolishi odat tusiga kirgan. Hozir kelib qolar, hech qisi yo'q. Kutamiz. Ha. Hali kelsa uni jazolaymiz. Anori ona yugona, qadrli ota-yu ona, obro'li do'st begona, topilmas ota-yu ona, qanot bersa Keragi yo'q edi. Tabriklaymiz seni. Tabriklaymiz seni. Salom. Angelina Jolie. Nega baqirib qoldilaring? Odam ko'rmaganmisanlar? Qani dasturxonimizga marhamat. O'tiring. Ey. Rahmat ukam. Arzimaydi. Xo'sh, osh tayyormi? Qani? Sizlaring oshni. Xo'p, hozir. Keyin Rayhon yaxshimisiz? Yaxshi. Tug'ilgan kuningiz ekanini nega menga aytmadingiz? Bu kunni yomon ko'raman. Oling. Bu pechenyeda mehr bor. Shuni yeb katta bo'lganmiz. Yeb ko'ring. Juda mazali. Menga qara. Esingni yeganmisan? Hozir Davron keladi. Nima qilibdi kelsa? Qizig'i. Ko'ngli yarimta. Bir og'iz shirin so'zga tashna. Aka-uka tutingan bu insonlarni mehr birlashtirib turibdi. Ular bir-birlarini quvonchi-yu g'am tashvishlariga sherik. Bundan ortiq baxt bo'lmasa kerak. Mana osham keldi. Mana. Qani o'rtan oshiga. Qani o'rtan oshimiz. Oling, keling, oling. Oling. Tamom. Oling. Qani. Tiqildim ukam. Ana o'tsin. Boshlaylar. Rahmat. Ozgina kutaylik, balki u kelib qolar. Ha, ushlab o'tirmaymiz-ku. Tabiat zeriktiyoda. Ha, gapirma. Davronga rahmim keladi-da. Ha, nimasini aytasan? Yana qiyaymi? Hoppa! Yana bola. Ke Mustafa. Qo'shnilaring ishi. Nima keragi bor edi shuni? Bir, ikki, uch. Tabriklaymiz Mustafa. Rahmat. İyimiz bo'lsa. Yo'q. Rahmat. O'zimiz qani ha. Bo'sh kelmasdan.
yaxshimi? Oling, Davron aka. Yuring. Raqsga tushamiz. Yo'q, raqsga tushmayman. Ola qolsang-chi. Voy, To'g'risini ayt, qayerda u? bilmadim. Bo'ldi yigitlar, to'xtatinglar. Nega to'xtatding? Bo'ldi-da. Konsert tugadi. O'ynadik, kuldik. Hamma narsa yetarli bo'ldi. Ertalab 8 da turish kerak. Hamma joy-joyga kirib uxlasin, bora qolinglar. Xo'jayin, o'zingiz aytganingizdek tug'ilgan kunni shu yerda mushuklar o'tdik. Charchamadingizmi? Kelinli uyingizga sal vaqtli kelib qo'yibsiz-da. Sal shoshibsiz. Hali erta edi. Avval to'y qilaylik. Ana undan keyin mazza qilib o'ynaymiz. Nima dedingiz? To'g'rimi, Mustafo? Eshitdim. Tug'ilgan kuningiz ekan. Chin dildan tabriklayman. Omega. Asl soat. Erkak kishini gavdasiga, yo husniga emas, qo'lidagi soatiga qarab baho berishadi. Soati bo'lmagan erkak vaqtni ham bilmaydi. Agar u vaqtni qadriga yetmasa, pul topishni ham bilmaydi. Bu soat Rayhonga juda ham yoqadi. To'g'rimi, jonim? Ha. Bu ikkimizning nomimizdan sizga sovg'a. O'yna bo'lgan bo'lsangiz, mashinada kutaman. Xo'jayin, haligi tushunmovchilik bo'ldi. Haligi Nega turib qoldingiz? Siz jim turganingizga. Men joyimda turibman.
bunday savatni umrida ko'rmagan bo'lsa kerak. Yetimga qancha qilsang savob. Ota-onasini tayini yo'q. Shuning uchun ularga muruvvatli bo'lish vazifamiz. Bu yurishingni yig'ishtir. O'zimga yarasha g'ururim bor. Kino juda ham maza qilayotdi-da. Xonimi, Mustafon xotini bo'lgandan keyin bizga kinoyi bo'ladi. Tushunmadim. Qiz shunchalik boymikan? Ha endi boy-boyga boqar, suv-suvga oqar degandek. Voy. Bolalar qani? Uyga ketishdi. Chiqib ketishdi. Mustafo, shu soatni menga bera qol. Baribir sen taqmaysan. Sen feelingni bilaman. Prorabman. Soatga qarash menga yarashadi. Vaqtni senlarga aytib turaman. Qalay? Yarashdimi? Xuddi eshakka to'qim qo'ygandek. Nima? Ha, endi loyga botirib olgandan keyin ishlamay qoldi demang deyman-da. O'ynadinglar, kuldinglar, hamma narsa yetarli bo'ldi. Qani kirib yotlaring, ertaga ish ko'p. Hamma joy-joyga. Bo'ling. Ha, xo'p. O'shanda men qizni senga qarashdan sezgandim. Tuzog'iga minsan-da. U seni tenging emas. Boyvachchani ko'ryapsan? Qo'li ham yerga yetadi. Sen bilan bizni qarchimiz baribir boshqa. Bilasanmi? Bilmadim. Baribir befoyda. Buncha chiroyli bo'lsiz. Tabriklaymiz. Chiroyli ekan. Yoqdimi? Rahmat. Arziydi. Yarashdimi? Voy, juda yaxshi. Tabriklayman. Ajoyib. Menga yarashdi. Voy, Zo'ra, juda ham zo'r. Dugonamizni tabriklaymizmi? Qani? Baxtli bo'l. Ha, baxtli bo'l, Rayhon. Kelinglar qizlar. Yur ketdik. Oying bilan o'zim gaplashaman. Sen uni sevmaysan-ku. Bu yerlardan ketamiz. Nima? Endi kech. Tavba, gapini qara. Nima qilyapti? Qo'limni qo'yib yuboring. Tushunmadim. Qo'yib yuboring. Qo'limni qo'yib ketdi. Qo'yib yuboring. Qalay? Yarashdimi? Davron akani didi chakkimasa. Siz bir umr belingiz bukilib ishlasangiz ham menga bunday sovg'a qila olmaysiz. Erkakning kuchi mana bu muskullarda emas. Balki pulida, obro'sida. Sizni menga beradigan nimangiz bor? Rayhon, senga nima bo'lyapti? Men adashdim. Ahmoq ekanman. Siz Davron akaga o'xshab menga qasr qurib bera olasizmi? Xohlagan narsamni muhayyo qila olasizmi? Yo'q. Bilingizki, buguncha guldek umrimni xazon qilmoqchi emasman. Ko'zim ko'r ekan. Endi keting. Ana endi o'zingga kelding, jonim. Seni ikkinchi uyimda ko'rmay. Bugundan senga javob. Menga bunday sovg'a qila olmaysiz. Davron akaga o'xshab menga qasr qurib bera olasizmi?
xohlagan narsamni muhayyo qila olasizmi? Yo'q. Bilezniki bo'lguncha guldek umrimni xazon qilmoqchi emasman. Erkakning kuchi mana bu muskullarda emas. Balki pulida, obro'sida. Sizni menga beradigan nimangiz bor? Shunchaki ermak bo'lgan ekanman-da. Baxtli odamlar. Baxt nima o'zi? Baxt bu omadmi? Nega bunchalik omadsiz bo'lmasam? Ey Xudo, dunyoda nimani qadri qoldi? Nega odamlarga ko'nglingni ochsang unga tupurishadi? Nega odamlar bir-biridan foyda izlashadi? Nega bir-birini hisobiga yashashni o'ylashadi? Ey yaratgan egam, dardimni olguvchiman. Mehriboniman o'zingsan. Men yolg'izlatib qo'yma. Yolboraman, menga sabr ber. Ey og'ayni. Og'ayni. Hozir og'ayni. Biroz sabr qil. Chida og'ayni. Hozir. Chida og'ayni, chida. Bundan battar bo'lishi mumkin edi. Chida. Eshityapsanmi? Jim bo'lma. Hech bo'lmasa ingrab tur. Hozir og'ayni. Biroz sabr qil. Hozir. Hammasi yaxshi bo'ladi. Chida og'ayni. Nima qilding? Uyga ketayotgandim. To'satdan mashinani to'rimizini eshitdim. Yugurib borib qarasam, mashinaning ichida behush yotibdi. Kim bo'lasiz? Taniysizmi? Yo'q, tanimayman. To'xtang. Sizga u yoqqa kirish mumkin emas. Dilorom Abdurahmon. Nabiydi bemorni ringini o'tkazish, ishga solgan joylarni aniqlash kerak. Unga qon qo'yishimiz kerak. Juda ko'p qon yo'qotgan. Qancha qon kerak bo'lsa o'zim beraman. Meni qonim ko'p. Uni qon guruhi kam uchraydi. Qanaqa? Balki meniki to'g'ri kelar. Tekshirib ko'ring. Iltimos. Agar u tirik bo'lsa, uni qutqarib qoling. Qon guruhim to'g'ri kelsa o'zim beraman. Yo'q demang, opajon. Qani men bilan yuringchi. Uni qon guruhi to'g'ri keldi. Jabrlanuvchini tanirkanmi? Tanimayman deyapti. Tushunarli. Shumi? Ha, shu. Nega unda begonaga jon kuydiryapti? Bilmasam. Gumondor shaxsni olib ketishi mumkin, ha? Ha, mumkin. Yaxshi. Kapitan Ergashev, men bilan ketishingizga to'g'ri keladi.
Qani marhamat. Mana uka, uni tarjimai holi. Mustafo mehribonlik uyida katta bo'lgan. Bunday ish uni qo'lidan kelmaydi. Yanglishmovchilik bo'lgandir. Kechadan beri hech narsa demaydi. Hech qaysi savolimizga javob bermaydi. Na aybini bo'yniga oladi, na o'zini oqlaydi. O'zi shunaqa. Qattiq tushkunlikka tushsa gapirmay qo'yadi. Tabiatan kam gap bola. Do'stlarini aytishicha o'sha kuni yaxshi ko'rgan qizi bilan orani ochiq qilgan ekan. Ustiga ustak ishdan ketganmish. Bu unga qattiq zarba bo'lgan. Bilasizmi, u aybdor emas. Men bolalarimning fe'lini juda yaxshi bilaman. Menga ishoning, uka. Agar iloji bo'lsa, u bilan yana bir gaplashib ko'ring. Shunda balki meni oldimda to'g'risini aytar. Ko'zingiz yetadimi shunga opa? U jinoyatchi emas. Men sizga uni jinoyatchi deyotganim yo'q hali. Bizni ishimiz shu. Meni u bilan uchrashtiring. U meni aldamaydi, Mustafoni yaxshi bilaman. Mumkinmi? Chempion. Sizni ham ko'radigan kun bor ekan-a? Va alaykum assalom. Rahmat. Qani o'tiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zinglar charchamayapsizlarmi? Qaysi shamolar uchirdi biz tomonga? Shogirdim bo'ladi. Mustafoya? Ha, musobaqaga tayyorgarlik ko'rayotgandik. Yaxshi. Iroda opa. Ha. Mana shu qog'ozga hozir menga aytganlaringizni hammasini yozib bering. Xo'p bo'ladi. Kecha ko'rsatuvingizni ko'rdim. Ajoyib, menga yoqdi. Rahmat. Uyga. Ha, biz ketamiz. Bu yerda boshqa ishlamaymiz. Ketdik. Oy, shoshma. O'zing xolangni uyda ijrada tursang. Bittangdan boshpana bo'lmasa. Oy, shoshma. Ozgina ishla, sabr qil, pulingni olasan, ketasan. Oy, shoshma. Oy, to'xtalaring. Gap bor. Nega ayrim ayollar puli ko'p, badavlat odamlarni tanlashlarini sababini bilasanmi? Bu ularni pulga o'chlikdan emas, ongi ham o'zi kabi zaifligidan. To'parmonlar bundan faqat foydalanib qolishadi xolos. Senga o'xshaganlar alamidan tilni tishlab qolaveradi. Aqli bor odam botqoqqa botib, undan qanday chiqish yo'lini o'ylagandan ko'ra, o'sha botqoqqa tushmaslikka harakat qiladi. Men har bir sportchini nafas olishidan bilaman. Ichimdagini bilmaydi deb o'ylaysanmi? Erkaksan, o'zingni qo'lga ol. Kelinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'tiringlar. Tez. Hamma chiqdimi? Ha. Shofyor aka, haydang. Kutishga vaqt yo'q. Dunyoni sabr bilan shukr asraydi bolam. Bu go'zal gulzordan tanlovim gulli tikan. Adashdim yagonam, sen emas so'zga ekan. Ammo yetganda tanlov soati, sevgiga qolmas imkon. Lek
asossiz sevgi, sen bo'lding menga armon. Sevgi balki bu jannat, sevgi balki bu